Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun biz sog'lom turmush tarzi haqida suhbatlashamiz. Sog'lom turmush tarzi bu nafaqat uzoq umr ko'rish, balki har kuni o'zingizni energiya va quvonchga to'la his qilish demakdir. Xo'sh, sog'lom turmush tarzini qanday shakllantiramiz? Keling, bir necha oddiy, ammo muhim qadamlar haqida gaplashamiz. To'g'ri ovqatlanish. Ratsion ovqatlanishni yo'lga qo'ying. Ratsion ovqatlanish bu tananing ehtiyojlariga mos, muvozanatli va foydali oziq-ovqat iste'mol qilishdir. Har doim nonushta va tushlikka uglevodlarga, oqsilga boy bo'lgan ovqatlar iste'mol qiling. Kechki ovqatga esa yengil taomlaning. Sog'lom ovqatlar tanlang. Har kuni meva, sabzavot, don mahsulotlari va oqsilga boy ovqatlarni iste'mol qiling. Yog'li ovqatlar va xamirli ovqatlardan uzoqlashing. O'rniga qaynatilgan ovqatlar yoki don mahsulotlarini iste'molni ko'paytiring. Oq non o'rniga qora non iste'mol qiling. Suv ichishni unutmang. Kuniga 1,5-2 litr suv ichish tanangizni toza va sog'lom saqlaydi. Ortiqcha vazndan ham saqlaydi. Doimiy to'g'ri ichilgan suv qonni me'yorda ushlashga katta yordam beradi. Yoshi katta insonlar uchun juda muhim, ammo e'tiborsiz qaraladigan modda. Fast food va shirinliklarni kamaytiring. Bu mahsulotlar vaqtinchalik lazzat bersa-da, uzoq muddatga salomatligingizga zarar yetkazadi. Inson organizmining kunlik shakar qabul miqdori 25-50 grammni tashkil etadi. Siz ichayotgan 1 litr gazli shirin ichimlikda esa o'rtacha 90-110 gram shakar bo'ladi. O'zingiz xulosa qiling. Inson organizmiga eng katta zarar keltiruvchi turli xil kasalliklarning asoschisi bo'lgan mahsulot bu shakar va yog'li ovqatlar hisoblanadi. Jismoniy faollik. Har kuni harakat qiling. Har kuni badan tarbiya yoki tonggi chigal yozni mashqlarini odat qiling. Kuniga 30 daqiqa tez yurish, yugurish, velosiped haydash yoki sport bilan shug'ullaning. O'zingizga yoqadigan mashqni toping. Raqs, yoga, velosiped haydash, biror bir sport yoki oddiygina piyoda sayr qiling. Asosiysi zavq oling. Stolda uzoq o'tirmang. Har soatda 5-10 daqiqa tanaffus qilib, yengil mashqlar bajaring. Uyquni nazorat qiling. Kechasi 7-8 soat uyqu tanangiz va ongingizni tiklaydi. Uyqu baxt gormoni serotonin ishlab chiqaradi. Har doim bir vaqtda uxlab, bir vaqtda uyg'onishga harakat qiling. Uyqu muvozanatda bo'lmasligi stress, tez charchash, holsizlik, qon kamayishi va har xil kasalliklarga olib keladi. Issiq dush emas, sovuq suvda dush qabul qiling. Sovuq dush qon aylanishini yaxshilaydi. Mushak og'rig'ini kamaytiradi. Ruhiy salomatlikni yaxshilaydi. Sovuq dush stressni kamaytiradi, kayfiyatingizni ko'taradi va depressiyaga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Chunki endorfin gormoni ishlab chiqariladi. Terining va sochning holatini yaxshilaydi. Sovuq suv teri teshiklarini qisqartiradi, soch tomirlarini mustahkamlaydi va terining sog'lom ko'rinishini ta'minlaydi. Energiya va hushyorlikni oshiradi. Sovuq dush tanani tetiklashtiradi, ertalabki uyquchanlikni yo'qotadi va kun davomida faollikni oshiradi. Metabolizmni tezlashtiradi. Sovuq suv tanani isitish uchun qo'shimcha energiya sarflashga majbur qiladi. Bu kaloriya yoqishni tezlashtiradi. Zararli odatlardan voz keching. Tamaki, spirtli ichimliklar va boshqa zararli odatlardan uzoqlashing. Bu nafaqat sog'lig'ingizni, balki moliyaviy ahvolingizni ham yaxshilaydi. Sog'lom turmush tarzi bu katta o'zgarishlardan emas, balki kichik, lekin doimiy odatlardan boshlanadi. Bugundan boshlab bir qadam tashlang. Bir stakan suv iching, 10 daqiqa piyoda yuring yoki o'zingiz yoqqan taomni tayyorlang. Har bir kichik harakat sizni sog'lom va baxtli hayotga yaqinlashtiradi. Keling, birgalikda sog'lom bo'laylik.